Assalomu alaykum. Bizning Yusuf Farmonlarda kuzatadigan obunachilar. Mana xudo xolasa navbatdagi ishlarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumanida o'z nihoyasiga yetkazib tugallatmoqdamiz. Yana ko'rib mana shu dorizaxonamiz 16,5 ga endi 470 santimetrli dorizaxonamiz. Mana shunaqa go'zal holatda qilib berganmiz. Mana bu chekalarni hovuz shaklida qilib o'rtalariga mana bunaqa gullar qo'yib berganmiz. Svet atroflariga uyda egalari keyin qo'ydirib oladigan bo'ldi svetlarini, fonli montajlarini. Biz svet tonini chiqarib ketdik. Xudo xolasa o'ta go'zal holatda chiqdi degan umiddamiz. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa like bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, buni bu yerga xudo xolasa yana ham chiroyli ishlarimizni taqdim etamiz. Hozirgi kundagi tunuka fon narximiz 1 kvadratini 140 ming so'mdan hamma yo'g'i ichida qilmoqdamiz. Sizlar faqat uzoqroqda bo'lsanglar yotoq joy qilib berasizlar, yaqinroq bo'lsa qatnasak obed qilib bersanglar bo'ldi. Qolgan hamma yo'g'i o'zimizdan shu lesasigacha, shurupigacha o'lchab ketib bitkizib ketishimizgacha 140 ming so'mdan qilmoqdamiz. Vodiy bo'ylab bu narximiz. Vodiydan tashqariga ancha qimmatroq bo'ladi. Nima desanglar, yo'l kira qilamiz, rasxodlarimiz bor. Shuni hisobiga jicha qo'shilib qoladi. Hozir vodiy bo'ylab 140 ming so'mdan qilmoqdamiz. Xudo xolasa sizning ham uyingizni shunaqa chiroyli qilib tunikafon qilib beramiz. Mana bu shapkalarimizni ko'rgan bo'lsanglar, mana bu shapkalarimizni shaxmat fasondan qilib berganmiz. Ko'rib turganlaringlardek, bu oddiy fason bo'lmagan. Shaxmat fasondan qilib, dorizaxonaga o'xshab, buni ham chiroyli qilib, bir-biriga moslab, uyg'unlashtirib qilib berganmiz. Bu oddiy fasonga qaraganda bu shaxmat fasonimizcha ko'proq chiqadi. Kvadrati nima desanglar, bizda tunikani bukilish qarashlari bilan hisoblanadi. Shuni hisobiga ketgan tunikani kvadratiga hisoblaymiz biz. Hammaga rahmat.